Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, sog' omonmisiz? Aynan lazer intim yoshartirish muolajasini qilyapmiz. Ayolimiz 3 ta farzandlari bor. Ular o'zlari hali yoshgina ayol. Lekin qininglarda kenglik bor va yana shu bilan birgalikda kichik jinsiy lablarni olish, lazer apparati yordamida olish muolajasini ham qilamiz, operatsiyasini. Bu kichik operatsiya turiga kiradi. Bunda asosan ortiqcha qonlar ketmaydi. Juda ko'p ayollarda tug'ruq paytida, homiladorlik paytida gormonal o'zgarishlar sababli kichik jinsiy lablarning o'sib ketish holati bo'ladi. Bu ko'pincha bir xil ayollarga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi, lekin bir xil ayollarga bu hattoki noqulaylik tug'diradi. Estetik jihatdan ham to'g'risi xunukroq holat hisoblanadi. Shuning uchun bu narsani hozir biz lazerda olib tashlaymiz. Xudo xolasa chiroyli bo'lib qoladi. Qizlarimiz keladi bizga aynan mana shu holat bilan. Qizlarimizni ham labioplastika qilganmiz. Juda ham yaxshi bitgan. Xuddi umuman avval bo'lmaganday